Ya, assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar. Sizlar bilan Abdurov, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Va nihoyat dushimiz bitta tugadi, polniy xod. Ba'zi bir so'raydigan insonlarga bizning adresimiz Shartuz. Shartuzning o'zida poligon tarafdamiz, yo'lni ustida, trassada va nihoyat letniy va zimniy dush tayyorladik. Kimgaki mana shunday dush kerak bo'lsa, hozir hammasini ko'rsatib boramiz. Qanday tayyorlangan, tubitel qanday bo'lgan, qanday kamchiliklari bor, qanday minusi bor, qanday plusi bor. Kimgaki mana shunday dizaynlarda dush kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Buni o'zgartirish iloji bor. Xohlasangiz katta, xohlasangiz mayda, xohlasangiz boshqacha dizaynda, xohlasangiz ichiga stol-stullari bilan, xohlasangiz televizor qo'yib berishingiz mumkin. Xohlasangiz ko'mir pechka, o'tin pechka yoki elektrichniy tok pechka qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda bir apashka qo'yadigan o'ziga bir yurakcha sersa zakaz qilgan edi va nihoyat bunimiz ham tayyor bo'ldi. Hol dastlabki qilganimiz yo'q, chunki ish tugamagan, polniy 100%. Bu yerlarga o'zining displaylari bo'ladi, gul turadigan joylari. Bu yerlarga ham gul osib qo'yadi. Tak, mana bu 1-2 marta reklama qildim. Nima narsa deb deyarli hech kim topa olmadi. Bu narsa aziz aka-ukalar uyda oldiga beringlar, xatman mana shu YouTube, Instagram, Telegram, Odnoklassnik hamma saytlarga Master Pirilo 04 deb yozsangiz, hamma saytda chiqib keladi saytlarimiz. Mana shu qanday uстановка bo'lganini guvohi bo'lasizlar aziz aka-ukalar. Nima deb qolamiz? Ana endi boshladik. Tak, boshlasak tashqi tomonda mana bu bor. Buni временный qilib qo'yibmiz. Xohlasa прямой uchoch qo'yib ulab olish mumkin, xohlasa rozetka ulaymizki, ichi polniy xod elektrichество tok paydo bo'ladi. Mana bu eshigi aziz aka-ukalar. Eshik prosto eshik emas. Bu alyumin, tozza alyumin eshik bo'lgan. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta oshiq moshig'i bor. Pod zakaz tayyor bo'lgan, chunki talabga javob berish uchun. Tak, yo bismillahirrohmanirrohim. Bu yerga kiradigan bo'lsak, sразу o'ng qo'l tarafimizda, chap qo'lda bo'lish kerak. O'ng qo'lda qo'ydik. Shu qo'lay ko'rindi o'zimizga. Kirsa mana hamma joy qoidaviy, biron joyda deyarli kamchiligi yo'q. Biron kamchilik bo'lsa, kommentariyada yozib qolishingiz mumkin. Bu yerda hozir veshelkamizni osamiz. Veshelka u yerda turibdi, osishga ulgurmadik. Veshelka bo'ladi bu yerda razdivalga kiyim yetish uchun. Tak, mana svet yonyapti, o'chyapti. Kelayqani. Mana bu yerda korobkasi bor. Toktika, polniy xod hammasi. Mana bu oynasi. Mana bu sovun qo'yadimi, boshqa narsa. Mana bu suv qoidaviy ishlaydi. Issiq suv, sovuq suv hammasi 100% bor. Mana trezasi bor. Ochib qo'yasiz. Ventilyatsiya. Mana Thermex bor. Turkmanistonda Thermex'i talabga javob beradi, 50 litrlik. Tak, bunga keladigan bo'lsa, bu dush aziz aka-ukalar. Mana dush. Tak, suvni o'chirib, bitta sistema. Tak, suvlari qoidaviy bor. Xohlasangiz magazin qilib tayyorlashingiz mumkin. Zakaz razmerda umuman muammo yo'q. Sizga 3 metr 1 santimetr kerakmi? 3 metr 1 santimetr qilib chiqarib beramiz. 3 metr 2 santimetr kerakmi? 3 metr 2 santimetr. Bizniki nima uchun bunday? Bizga zakaz chiqayotgan 2 ga 2.90 degan. Bizda 1 santimetr adashish bo'lmaydi. 1 santimetr. 2.000 millimetr 1 millimetr adashishimiz mumkin. 2 millimetr adashmaymiz. Chunki bunga bizda haqqimiz yo'q 2 millimetr adashishga. Yo'q kerak. Bu 2 ga 2.90 degan sal bu yerda olib, bu yerda. 2.90 1 millimetr mayda turibdi. 1 millimetr. Ko'rdingizmi? Bizda shoshilish, adashish unday narsa yo'q. Millimetrigacha chiqarib beraman. Qanday razmer kerak bo'lsa sizga 3 ga 4 mi, 4 ga 3 mi, 2 ga 3 mi razmerda muammo yo'q. Mana bu yerda bochka bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerga shlangni olib kelasiz. Keling operatsiya sal yaqinroq. Mana bu yerda shlangni urasiz aziz aka-ukalar. Suv to'ladi, polniy to'ladi. Tepadan suv chiqib ketadi. To'lganini bilasiz. Kimgaki magazin kerak, kimgaki dush kerak, kimgaki shaurmaxona kerak. Ba'zi bir insonlar oramizda paydo bo'lishi mumkin. Yeri bor, uchastkasi bor. 2 ta 3 ta ro'zg'or bitta uyda yashaydi. Uy solishga sharoit yo'q. Betonga bir dunyo pul ketadi. Stenaga, kirishaga bir dunyo ketadi. Xohlasangiz mana shunday qilib 2 xonalik uy solib berishim mumkin. Razmerda aytasiz, komfortniy, budjetniy.
Bu arzon tushadi sizlarga. Yangi shogirdlardan yangi zamonaviy stilni dush bo'layapti aziz aka-ukalar. Hammasi pod уровень bo'layapti. Nima mana Abdulla usta profilni vard qilyapti. Mana profil. Bu profil emas, bu profiljon, bu profiljon. Profil emasmi bu? Bu profil emas, profiljon bu. Profil bilan profiljonda orasida nima farq bor? Profil bilan profiljonda orasida sizga ko'rsatib beramiz. Xalq ko'rsin, xalq men nima qilaman ko'rib? Xalq ko'rsin. Xalqqa ko'rsatamiz. Ha, nima farqi bor profil bilan profiljonda orasida? Mana bu profiljon. Aha. 8 ga 8 profil. 8 ga 8 profil. Mana bu 4 ga 4 ku bu. 4 ga 4 bu. Aha. Bu profil. Aha. Bu profiljon. Aha. Ekran masofasini ko'rasizmi, raznicasini? Mana bu nimaga bu qalin bu? Bu profiljon-da bu. Mana bu Bolgarkan diski. Bolgarkan diskidan ham juqama bu. Mana bu profil ama bu musor-ku ey. Ishlatay, profiljonda ishlatay. Nima qilasan buni? Dalshi chiq, qo'y mana bu. Profiljon. Endi bildim profil bilan profiljonda orasida nima farqi borligini. Mana aziz aka-ukalar videoni ko'rdilaringiz. Profilni ko'rdilaringiz, farqiyatini. Videoni olishdan maqsad ba'zi bir insonlar uchun, hamma uchun emas, ba'zi bir insonlar uchun. Aka deydi, insof qana deydi. Insof joyida turibdi, o'zim bilan birga turibdi insof. Nima uchun deydi, sizda ishlaringiz deydi, qimmat deydi. Men bozorga bordim, aylandim, ko'rdim deydi. Darvozalar turibdi deydi. 8 ming, 7 ming somon deydi. Siz tayyorlaydigan darvozalar deydi, 10 mingdan arzoni yo'q deydi. Nima uchun arzoni yo'q? Chunki men bir joyga darvoza ustanovka qilgan ekan bir yaxshi inson tanish. Bir yil oldin ustanovka qilgan ekan, 1 yil oldin darvoza ustanovka qilgan ekan bir tanish. Bordim, darvozani shunday ko'tardim, ko'rdim. O'zim ustaman, hali stajim uncha katta emas, hali 1 yil bo'lmadi ishni boshlaganimga. Unday darvozani men hayotimda birinchi marta uchratishim. Bir qo'llab shunday ko'tardim. U albatta darvoza emas, u albatta musor. Qarang, ruchkani uchidan ingichka profil. Mana qo'l bilan qissangiz, mana profil egilib ketyapti. Ko'ryapsizmi? Ana bundan keyin bu darvozani ko'tara olmay, mana egilib sinib ketgan pasti. Nima uchun bizning ishlarimiz qimmat? Biz qilgan darvozalarda Qizilotov aytdiki, kim ko'tarsa deydi, 500 somon beraman deydi. Nima uchun? Bizning materiallarimiz qalin bo'lgandan keyin darvoza og'ir bo'ladi. Buni ko'tarib bo'lmaydi. Hozir men darvozani bir qo'l, mana bir qo'l. Mana bir qo'llab ko'taryapman. Bir qo'l emas, mana shunday ikkita barmoqshoq bas mana shu darvozaga. Musor narsa u, musorda musor deydi. U darvoza emas aziz aka-ukalar. Bizni materiallarimiz birinchidan qimmat, ikkinchidan talabga javob beradi, uchinchidan biz qilgan narsamizga 5 yil spokojno kafolat beramiz. Nima uchun kafolat beramiz? Qo'rqmasdan, qaltiramasdan, chunki biz o'zimizning mahsulotimizga ishonamiz. Mana tayyorlayapsizmi? Mana ko'taryapman, mana ustiga chiqasizmi? Buni sakraysizmi? Uzilmaydi, talabga javob beradi. Bu aziz aka-ukalar, bu narsa talabga javob beradi. Hozir Abdulla usta shogird profil bilan profiljonning farqini ko'rsatdi. Xuddi shunday aziz aka-ukalar, bizda profiljon ishlatiladi. Profil oddiy musor tunikalar ishlatilmaydi. Shuning uchun bizda mahsulotlarimiz qimmat bo'ladi aziz aka-ukalar. Ko'p gap eshakka yuk. Mana videoni kuzatishda davom eting aziz aka-ukalar. Hozir dushimiz tayyor bo'lish jarayonini ko'rsatamiz. Mana aziz aka-ukalar, va nihoyat Pinaplex polni xod urib bo'ldik. Mana Pinaplex tagiga urilgan polni, yana endi pollarni qotiryapti. Mana va nihoyat pol bo'ldi. İçine abrishodkalari bo'ldi, polni xod, mana uteblitellar bo'ldi. Tak, mana bunday stepler bilan ip bilan tortib, polni xod 0-0 qilib urib chiqdi. Hozir mana plintuslarni uryapmiz, uje plastikini boshlaymiz. Tak, videoni kuzatishda davom eting. Hozir plastiklarni polni xod urganimizdan keyin biron joyda teshik, shel, vozdux daji o'tishi noma'lum. Hamma joy plotna bo'ldi inshaalloh. Mana hammasi rekalarda orasi polni xod. Plotna bo'lgan, biron joyda ochiq joy qolmadi. Mana trezalar ham polni xod uголокка olingan. Ochilishi, yopilishi chotki. Hozir polni plastik tugagandan keyin yana bitta navor qilib ko'rsatamiz. Zamonaviy stilni dush bo'lyapti. Xohlasangiz u ham qilib berishi mumkin mana Abdulla usta. Nima xohlasa tayyorlab berasizmi Abdulla? Tamam, gap bo'ldi. Mana aziz aka-ukalar, mana bu temirda svarka qildik. Profillarni svarka qildik. Mana bu yerlarga
12lik bundan kesoli svarka qildik, termex turadi bu yerga. Garantiya bu osilsa ham, odam osilsa ham termexda o'zini og'iri bo'lsa ham tushib ketmaydi. Mana bu resalar polni qotirilgan, mana uголокlar qo'yilgan hamma tarafiga. Bu yerda umuvalnik turadi, bu ham polni qotiriladi. Mana bu umuvalnik. Profil baquvvat bo'lgan. Mana eshiklarimiz baquvvat bo'lgan. Mana ehtiyot qilish degan narsa yo'q. Menda ehtiyot qilib ozda, menda sinib ketmasin, unday narsa yo'q. Menda olasiz, tamom. Ham urasiz mana. Qo'rqmaysiz, hamma narsa chunki baquvvat talabga javob beradi. Profillarimizda albatta video boshida ko'rib o'tdilaringiz. Buni stoykalar polni 2,5lik stoyka mana temir sohasida ishlaydiganlar hammasi tushunadi. Biri 3, biri 5, biri 8 unday profillar ishlatmaymiz chunki ular talabga javob bermaydi. Mana hammasi baquvvat. Bular eshiklarimiz alyumindan bo'lgan polni под zakaz bo'lgan. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta oshiq moshig'i bor. Shu baquvvat bo'lish uchun mana qulflanadi. Hammasi foydali. Mana buni ochilmaydi. Hammasi chotki. Nima deb qolamiz aziz aka-ukalar? Kimgaki mana shunday dizaynda yo boshqacha dizaynda nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. 24 soat ichida o'zim albatta har birlaringizga javob berishga harakat qilaman. Videoni dars kuzatishda davom etamiz. Mana aziz aka-ukalar va nihoyat karkas bitdi, krishasini ham urib bo'ldi. Girda atrofiga polni молочный profnastillarni urdi. Hozir katta usta nima qilyapti? Ustiga turnik qilyaptimi, brus qilyaptimi? Hozir tepaga chiqib bilamiz. Bu nima bo'lyapti? Tak, mana kirisha. Tak, assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Tinchku, nima bo'lyapti? Bu turnikmi, brusmi? Bu nima bo'lyapti? Turnik emas, brus emas. Bu suv qo'yadigan, dushga qo'yadigan reshotka bo'lyapti. Buning ustiga suv idish qo'yadigan joy xullas qalon. Aziz aka-ukalar, mana dush bo'lyapti. Mana bu moshniy, sochniy, baquvvat bo'lyapti, nadежный bo'lyapti. Tak, buni ustiga bochka turadi ekan, suv turadi ekan. Tashqi tomoni ham bo'ldi. Tak, buni ichkariga kiradigan bo'lsak, mana ichkari polni plotna hammasi utilitel urush jarayoni bo'lyapti. Hozir utilitel bo'lyapti. Tak, mana bu yerga oyna osiladi. Mana 4 ta samarez qotirilgan, uголок svarka bo'lgan. Bu baquvvat tushib ketmaydi maqsad. Plastikka qotirish opasniy, tushib ketishi mumkin oynacha. Tak, bu yerga polni urilgan, nimasi urilgan. Orqaga profil urilgan, xuddi videoda ko'rsatganimizdek. Bu yerga termex uriladi, baquvvat ko'taradi. Tak, nima deb qolamiz aziz aka-ukalar? Mana kuzatishda davom eting. Hozir polni tugash jarayonini ham xudo xohlasa navr qilamiz. Mana shunday bo'lib chiqdi. Bu joyga ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Nima deb qolamiz aziz aka-ukalar? Mana eshik. Bu yer polni karkaslari baquvvat temirdan bo'lgan. Video boshida hammasini ko'rib o'tdilaringiz deb o'ylayman. Utilitel qanday bo'lgan, profillarimiz qanday baquvvat profillar bo'lgan. Bu yerga profnastillar urush jarayonlarini hammasini o'zlaringiz ko'rdilaringiz, guvohi bo'ldilaringiz. Nima deb qolaman aziz aka-ukalar? Kimgaki mana shunday dizaynda dushovoy kabina kerakmi? Kimgaki uyini oldiga reshotka kerakmi? Kimgaki mana shunday gul qo'yadigan opalarimiz, singillarimizga kerakmi? Bemalol murojaat qilasizlar. Mana bu yerda aziz aka-ukalar latok qolib tayyor bo'lyapti. Bu baquvvat temirdan. Ba'zi bir insonlar mana shundan pechka yasaydi yoki biron ko'priklar tagiga qo'yadi. Biz mana shuni latok qolib qilyapmiz. Albatta mana shu kanalga podpisatsiya bo'lsalaringiz aziz aka-ukalar, hammasini guvohi bo'lasizlar. Nima deb qolaman? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qiling.